Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz hozir Afg'onistondamiz. Afg'onistonda hozir ko'plar har xil gaplarni gapirishadi. Tolibon deydi, ayollarga o'qishiga ruxsat bermayapti deydi. Albatta bu sizlarni mana hozir yo'q, unday emasligini, yanada ko'proq ayollarga ham e'tibor berayotganligi. Shu bilan birgalikda mana hozir turk birodarlarimiz bularga suv chiqarib bergan. Turk birodarlarimiz suv chiqarib Hazrati Oysha onamiz nimalarni yod qilib shu nomlariga bu nimani madrasani qo'yishgan. Endi birodar azizlar, bu madrasa hozir yangi tashkil bo'lyapti. Bir oz tashkil bo'lgan bo'lsa-da, bir kishi birodar bu kishiga o'zi foydalanib turgan, o'zi ziroat qilib turgan, ya'ni ekin ekib foydalanayotgan yerini bularga ehson qilib bergan. O'zi junaqa boy emas. Shu kishini ko'rsatsa maylimi? Keling, mana shu kishi shu yerga mana shu nimani o'zi ekib turgan, ekin ekkan joyini, unaqangi boy emas bu. Boy emas. Ammo haliga nima qilib o'zini ekin ekadigan joydan yer ajratib bu yerga bergan. Buni xalq o'zaro pul yig'ib mana shu madrasani qurishdi. Bu madrasa faqat ayollar uchun mo'ljallangan. Faqat bularda bir muammo bor. Bu muammo ham bularda hal bo'lsa kerak inshaalloh. Ayol o'qituvchilar kam bularda. Ayollardan o'qituvchi yo'q hisobi. Shuning uchun bir ayolni zo'rg'a topishga, unga ham maosh berishga bir oz qiynalishayotgan ekan. Albatta bularni sizlar ham inobatga tutasiz. Shu bilan birgalikda yosh o'qiyotgan kichkina qizchalarga albatta biz bir oz sovg'a salomimiz bor. Hayotlik bo'lib kirsin. Shu kishiga ham bir duoyi xayr qiling, toki ehsonlarni Alloh taolo dargohida ma'qul qilgan bo'lsin. Bu yerni, bu Afg'onistonda xuddi O'zbekiston kabi yerning juda qadri baland. Juda qadri baland. Buni haliga himmat, yana bu katta boy emas, yana qayta bor aytaman, oddiy o'qituvchi. Oddiy o'qituvchi. Shu hech qanaqangi bir nimasiz zalolatsiz bu kishi nimaga bergan? O'qitish uchun. Bu yerda hozir birgina shunday katta madrasaga birgina ayol o'qituvchi bor xolos. Birgina ayol o'qituvchi bor xolos. Qolganlar yo'q. Nimagaki yo'qligi sabab bularni unga maosh berish kerak. Maosh beradigan nimani o'zi bizda bularda imkoniyat bir oz past ekan. Imkoniyat yo'q. Demak, har bir kishi mana shu videolarimni tarqalishiga sababchi bo'layotganlar albatta bu savobga daxldor bo'ladilar. Negaki bu madrasa agar ishga tushsa, ayollar ham ilmli, olim bo'lsa, biz xursand bo'lardik. Mana juda ko'p tarixda kitob bor, erkak kishidan ko'ra ko'proq ayollar ilmli bo'lish kerak. Chunki ilmli bo'lgan ayollar doimo bolalariga farzand berish, farzandlariga ta'lim va tarbiya berish, ilmli qilish ularda imkoniyat ko'proq bo'ladi. Mana ko'proq e'tibor bering. Hazrati nimalarni ulug' zotlarimizdan bir At-Tirmiziy, Al-Buxoriylarni onalari tarbiya qilishgan, qarang. Bularni o'qishlariga albatta onalar sababchi bo'lishgan. Onalar olima bo'lishgan. To'g'ri. Mana shu juda ko'p olimlarni nimasi faqat onalari bo'lishgan. Tarixi Muhammadiyni yozgan ulug' zot Alixon To'ra ham onalari olima bo'lganlar. Shuni onalardan olgan tarbiya, ta'lim bilan shu darajaga yetganlar. Yana bir qiziq, Bobo Rahim Mashrabni ham ulug' shoir, daho shoir ham desa bo'ladi. Ulug' isyonkor shoir. Bu kishilar ham onalari olima bo'lganlar. Onalaridan olgan ta'lim va tarbiya va ilm orqali bu kishi mana bu shu qadam joylari bo'lmish Afg'oniston, Xotan, G'ulja hamma joylarda bu kishi ijod qilganlar. Marhamat, bir ozgina bo'lsa-da qurbimiz yetgancha ehsonimiz bor. Shu o'tirgan bir farzandlariga bir ko'rsatsak. Yuring. Yuring. Qurbim kalana uray tubitik qo'y. Xo'sh. Hay, mendan olib keling. Bu yerga haliga o'sha ehson qilmoqchi bo'lganlarnimi, telefonmi nima bu? Bu mening telefon nomerim. Bir odam qizini olib kelmoqchi bo'lsa yoki biron ishi bo'lsa, menga telefon qilib ma'lumot oladi shundan. Ha, juda yaxshi, juda yaxshi. Olib keling, hamma olib keling, ichkarida qolmagan. Mana bu o'sha kim? Mana turkiyalik qurshab berganlar shular. Bularga qurib bergan Afg'onistonga tahoratxonalarni qurib bergan turklar bular. Mana bayroq Turkiston bayrog'i, turklar bayrog'i turibdi. Bu albatta himmatli kishilar. Bu imkoniyat sizlarda ham bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chunki onalarimiz, qizlarimiz ilmli bo'lsagina farzandlarimiz ilmli bo'ladi. Albatta Alloh taolo bularga ko'p ajr azimlar beradi degan umiddamiz.
mana hozir qizlarni o'sha o'qiydigan qizchalarini ko'rsatishga ruxsat oldik. Bular balog'at yoshiga yetmagan, bularga ruxsat bor albatta. To'g'ri. Kattalarni u xonada yig'dikda, ularni nimaga ola olmaymiz, videoga ola olmaymiz. Va alaykum assalom. Xonalarga yig'ilgan. Hammasi qiz madrasa talaba. Mana qizchalar hammasi, xudo xolasa bularga bir imkoniyatimiz boricha, Bilolxon, imkonimiz boricha albatta bir nima qilsak, sizdagi haligi mayda pullarni bo'lsa, iloji boricha shularga qizchalarga tarqating. Siz esa mana bu mayda nimalarni qo'limizdan kelgancha siz tarqating albatta insonlarimizni. Birodar azizlar, bu shu sizlar ham kommentariyada yozgan fikr va mulohazalaringiz, bosgan layklaringiz albatta mana shu qizaloqlarga shu qizaloqlarga qanaqadir ehson va sovg'a salom bo'lishi mumkin. Mana domlamiz ham domla mana shu bolalarni o'qitishar ekan. Bularda Tolibon talabiga muvofiq bular doimo yuzlari yopiq bo'lishi kerakligi haqida qayta va yana qayta o'qitirishadi. Bu balog'at yoshiga yetmagan qizchalar. Bizga ularni suratga olish albatta ruxsat berildi. Bu har bir nimamizni Tolibon hukumati ruxsati bilangina bajaryapmiz. Hozir mana imkoniyati boricha imkoniyatimiz qadar yetkincha bu qizchalarga sovg'a salom berib boryapmiz. Alloh taolo nima qilsin, yana qayta boryapmiz. Afg'onni bu pullari shunaqangi bir oz titilgan bo'ladi. Vaqti kelar albatta bular ham o'sha yaxshi chiroyli pullarga ega bo'lishadi. Hozircha esa o'sha qadimiy hozirgi pullar eng qizig'i hozir mana shu Tolibondan keyin Tolibon hukumati kelgandan keyin rupiyni stabilligi anchagina oshgan. Shunaqa. Bu qo'shib ketdik albatta. Buni qanaqa qiziqi yo'qdir. Eng qizig'i dollar nimaga rupiyaga nisbatan afg'on puliga afg'oniga nisbatan tushdi. Pastga tushib ketdi. Eng qizig'i tushyapti. Bilmadim boshqa davlatlarda qanaqa bo'ladi. Bu yerda o'zi juda qiziqda ahvol. Mana Tolibon hukumatiga keldi, qanchadan qancha pullari muzlatildi. Ammo bular o'zini tiklab olishga, yanada qayta va qayta bora aytamiz, ular o'zini tiklashga, shu bilan birgalikda mana bu Pokistondan qochgan qochqinlarga, kelayotgan qochqinlarga, qochqin emas bu albatta o'sha nimadan ketib qolishgan, muhojir ketib qolishgan, bu nimadan yana o'sha Qunduzdan ketgan bo'lsalar, Qunduzga, Hirotdan ketgan bo'lsa, Hirotga qaytib imkon qadar Tolibon hukumati bularga ham yordam berayotganligini guvohi bo'ldik. Shu bilan birgalikda bizning ham prezidentimiz, O'zbekiston prezidenti ham bularga juda ko'p yordam berdi. Shu yordam qatorida 160 ton, juda katta yuk, 160 tonnadan ko'proq yuk berdi. Yana katta madrasa qurib beryapti. Juda katta madrasa. Bu madrasani ham sizlarga xudo xolisa ko'rsatamiz. Bu bizning prezidentimizning albatta odilona va oqilona qilayotgan siyosatlardan dalolat berar ekan. Birodar azizlar, afg'on va nimalari ham bu bilan qoldirmagan holatda juda katta miqdorda ular bizning Al-Buxoriy masjidini qurish uchun juda katta g'ozg'on, oliy navli marmarini 16 tonnami, 16 ta mashinadan shunaqa yo'varashdi. Masjidga yetarli miqdorda. Bu g'ozg'onni marmari singari nihoyatda o'sha Toj Mahal ularni qurgan, bu Boburiylar davrida qurilgan konlardan olingan eng oliy navli marmarlar. Bu bilan albatta biz ham tashakkur aytamiz afg'on xalqiga. Biz ham mana hozir mana ko'rib turibsiz, qo'limizdan kelgancha ehsonlarimizni qizchalarga beramiz. Alloh rozi bo'lsin, mingdan ming inshaalloh. Mana shunchalar qilib o'tiribsiz. Bir tushuntirib ayting, mana shu madrasa aytildi. Mana bu albatta hozir bu kishi yeri berganlar, kimlardir mana qishloq aholilari qo'ldan kelganicha yordam bergan. Endi qurbi yetganicha. Bu yerda eng yaxshi ishchi oyligi mana hozir sezon payti deydi, o'sha ish mavsumi ko'paygan mahal, ish mavsumi ko'payadi. Mana bug'doy o'rishga yo boshqaga 1 kilo bug'doy o'rgan ish haqi qancha olishadi? Shu yerda bir 350-400 hozir ko'p bilan shuncha pul olyapti. Afg'oniya. So'm emas. Yo'q, Afg'oniyda. So'mga qanchaga to'g'ri keladi? 400 afg'oni. 90 ming so'm, 85 ming so'm. Ana shunaqa bo'ladi. Eng ko'pi 100 ming so'm. Bu qadar katta mablag' emas. Shundoq qiyinchilikda turgan xalq o'zaro shu pul yig'ishib,
bir kunda 90 ming so'm maosh oladigan Ham bir oy bo'ladi bug'doy o'roqda, keyin mana 45 ming so'm, 40 ming so'm ish haqi. ish haqi. Qarang, shunchalik bag'ri keng, shunchalik nima ilmga chanqoq bo'lgan, o'zi yemay ichmay, topgan pulini shularga berib, qurayotgan masjidiga, madrasasiga albatta sizlarni biz ham qo'limizdan kelganicha yordam berishimizni, bu bilan faqat nafaqat pul bilan ham, like bilan yoki bo'lmasa bir oddiygina bir kommentariy bilan ko'plab tarqalishiga siz sababchi bo'lsangiz, albatta biz xursand bo'lardik. Qalbi daryo, himmati baland kishilarimiz ko'p. Mana bizni O'zbekiston ahli hech qachon o'z birodarlarini yolg'iz qolmaydi. Albatta ilmlik va yaxshi bir insonlar bo'lib yetishiga sababchi bo'ladilar. Ko'plab yana qaytib boraman. Erkak kishiga qaraganda ko'proq ayollarimiz ilmli bo'lishi kerak. Ayollarimiz ilmli bo'lsagina millat ilmli bo'ladi. Millat ilmli bo'lsa, ilm fan rivojlanadi. Ilm fan rivojlangan joyda albatta Alloh taolo hammani ishini o'ngidan beradi. Ko'kragini kerib bemalol yurishga nima bo'ladi? Shu ilmli bo'lsa, bilimli bo'lsa, boshqa bizning mana hozir Falastinda bo'layotgan nimalari, shu bilan Pokistonda, boshqa joylarda bo'layotgan qiyinchiliklarga, rohanja musulmonlarga albatta bu bilan ilmli bo'lsa, bunaqa narsalar hammasi o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Xudo xolasa albatta bular niyatlarimiz amalga oshadi, bu niyatlarimiz xolis. Alloh taolo jumlai mo'min musulmonga ishini o'ngidan bersin. Amin. Shu bilan birgalikda har kim, yana qaytib bor aytaman, har bir bosgan laykingiz, har bir nima qilgan yozgan kommentariyaringiz albatta bu juda katta bizga yordam bo'ladi. Mana sizni o'zingizni ham nima qiling, mana bu blogerlarimiz bor. Blogerlarimiz bor, o'zlarini ko'rsatishsin. Mana bu o'sha madrasani o'qituvchisi, mana bu yordam berayotgan yigitlar mana. Buni darrov tanidingiz, bu kishi o'sha Gul Muhammadni ukalari. Bu kishi o'zlarining kanallari bor, kanallarga obuna bo'ling. Avtochip, meni asli kasbim hech qanaqa bloger yoki boshqa emas. Meni oddiy kasbim, men o'zi avtomobillarni tuzatish uchun sozlovchi apparatlarni sotaman. Shu bilan o'rgatib ham qo'yaman bekorga. Shu agar mabodo shu kasbni o'rganmoqchi bo'lganlarga albatta kelsin. Biz Namangan shahrida avtochip deb yozsangiz, bizning ishxona chiqadi. Bu ishxonamizda albatta o'sha magazinlarda, do'konlarda sotayotgan narxda sotamiz. Bu bilan birgalikda biz ishlatishni ham o'rgatib qo'yamiz. Bu reklama bo'ldi mening uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bu hozir mana bu yerda ayollar bor ekan, ayollar ularni nimaga kattaroq yoshdagi qizchalarni ularni suratga olish mumkin emas. Shuning uchun albatta bularni nimada holatda qolamiz, chunki shariat bo'yicha bu to'g'ri kelmas ekan. Hammaga domla bir imom nimasida duo qiling. Duo qilib bityapti. Ha. Duo qiling. Ilmlardan ato qilsin shu qizchalarga. Alloh taolo hammasi olima, fozila bo'lsin. Millati, ravnaqi, afg'on millatining, ya'ni musulmon bo'lib musulmonlarning ham ravnaqiga albatta o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Allohu akbar. Salomat bo'linglar. Hammaga qizchalar.